Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bizga bemorimiz 3 kun oldin tushgandi. Bemorimiz Do'lixa mega colon tashxisi bilan tushgandi. Bemorga spaykalarni ajratish o'ng tomonlama gemikoliktomiya amaliyotini bajardik. Bemorimiz mana 3-sutka, o'zlaridan ham so'raymiz. Holatlari yaxshi, ishlari kelib turibdi. Oldin ishlari kelmagan. Bemorimiz mart oyida ekstrem holatda ichak buralish tashxisi bilan yangi tosh miyada operatsiya amaliyotini o'tkazgan. Operatsiyadan keyin ishlari kelmagan, ahvollari yaxshilanmagan. Bu xronический Do'lixa mega colon tashxisi bo'lgan bemorda. Ular birinchi ekstrem yordam bergan. Undan keyin bir haftada bir marta ishlari kelgan. U ham Slavitilni, ya'ni ichak surgi dorilari bilan kelganligi uchun bemor qiynalib ketgandan keldi bizga. Operatsiya amaliyotini o'tkazdik, muvaffaqiyatli tugadi. Mana bemorimiz o'zidan ham bir og'iz so'raymiz. Qani sunnat bu? Ikkinchi kun ichi yaxshi kelyapti. Rahmat. Bunday muammolar bo'lsa bizga murojaat qiling.